Eng arzonda sizlar uchun arzon narxda Spark avtomat korobka 58,000 kilometr masofani bosib o'tgan ekan. Holati juda ham zo'r. Mana ayol kishi menimcha haydagan mashinani 58,000 kilometr yurgan 2020-yil avtomat korobka 4-paysisi Nexus 3 diskalar taqilgan, balon holatlari yaxshi. Duga shoxlari zavodskoy, ruldagi joystick knopkalar zavodskoy, avtomat, mana salafanlarni ko'ryapsizlar, zavodskoy turibdi hali ham. 58,800 mejigari bor, video registrator zadniy kamera, obshipka tarpetkalar zo'r, motor korobkalar soatda ishlab turibdi. Kraskasi hech qayerda yo'q ekan. Mana bagajga mashtiga narsa teggan ekan. I bamfiriga ozgina chaqasi bor. Bo'ldi, buni tegizib qo'ysanglar bo'ldi, qildirishmagan. Hamda ozgina ezilgan joyi bor. Bamfiriga bexir beraversanglar bo'ldi. Xarajati shu ekan. Chiqatiga tegdirishmagan ekan. Shunday holatida olib kelishdi. Xullas, haydab yursanglar bo'ladi bemalol. Eng arzonida olib maza qilib haydashinglar uchun mashina sizlarga 7850 ga beraveramiz, bosing.